Kotyol bu shunchaki isitish vositasi emas. U sizning hamyoningizni ham qutqarishi kerak. Uy isitish uchun kotyollar eng optimal yechim. Elektr va gazga mo'ljallangan kotyollar bu ko'pchilik uchun moddiy jihatdan og'irlik qiladi, lekin eng optimal yechim bu ko'mir. Ko'mir bilan birgalikda kotyolingiz smart bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nur Texno Group sizga mana shunday smart kotyollarni taqdim etadi. 50 kilogramdan 65 kilogramgacha bo'lgan bir qop ko'mir bilan 2 kun uyingizni bemalol isitishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa sizga taxminan kunlik 27 ming 32 ming so'm atrofidagi xarajatga tushadi. Ana endi gaz va elektrdan foydalangan do'stlaringizdan bir oyga qancha xarajat qilganini so'rab ko'rishingiz mumkin. Nur Texno Group kotyolari bu sifat borasida ancha yetakchi kotyollardan biri. Masofadan turib Wi-Fi tizimi orqali boshqarish imkoniyati va nam ko'mirlar yopishib qolmasligi uchun ichki nerjavika va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish imkoniyati ham bor. Mini kotyoldan boshlab eng yuqori darajadagi kotyollarimizga bemalol buyurtma berishingiz mumkin va ayni damda sotuvda tayyor kotyollarimiz ham mavjud. Nur Texno Group sizni qishni sovuqlardan nafaqat ishonchli, balki arzon himoyalaydi. Kotyol bu shunchaki isitish vositasi emas. U sizning hamyoningizni ham qutqarishi kerak. Uy isitish uchun kotyollar eng optimal yechim. Elektr va gazga mo'ljallangan kotyollar bu ko'pchilik uchun moddiy jihatdan og'irlik qiladi, lekin eng optimal yechim bu ko'mir. Ko'mir bilan birgalikda kotyolingiz smart bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nur Texno Group sizga mana shunday smart kotyollarni taqdim etadi. 50 kilogramdan 65 kilogramgacha bo'lgan bir qop ko'mir bilan 2 kun uyingizni bemalol isitishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa sizga taxminan kunlik 27 ming 32 ming so'm atrofidagi xarajatga tushadi. Ana endi gaz va elektrdan foydalangan do'stlaringizdan bir oyga qancha xarajat qilganini so'rab ko'rishingiz mumkin. Nur Texno Group kotyolari bu sifat borasida ancha yetakchi kotyollardan biri. Masofadan turib Wi-Fi tizimi orqali boshqarish imkoniyati va nam ko'mirlar yopishib qolmasligi uchun ichki nerjavika va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish imkoniyati ham bor. Mini kotyoldan boshlab eng yuqori darajadagi kotyollarimizga bemalol buyurtma berishingiz mumkin va ayni damda sotuvda tayyor kotyollarimiz ham mavjud. Nur Texno Group sizni qishni sovuqlardan nafaqat ishonchli, balki arzon himoyalaydi. Kotyol bu shunchaki isitish vositasi emas. U sizning hamyoningizni ham qutqarishi kerak. Uy isitish uchun kotyollar eng optimal yechim. Elektr va gazga mo'ljallangan kotyollar bu ko'pchilik uchun moddiy jihatdan og'irlik qiladi, lekin eng optimal yechim bu ko'mir. Ko'mir bilan birgalikda kotyolingiz smart bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nur Texno Group sizga mana shunday smart kotyollarni taqdim etadi. 50 kilogramdan 65 kilogramgacha bo'lgan bir qop ko'mir bilan 2 kun uyingizni bemalol isitishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa sizga taxminan kunlik 27 ming 32 ming so'm atrofidagi xarajatga tushadi. Ana endi gaz va elektrdan foydalangan do'stlaringizdan bir oyga qancha xarajat qilganini so'rab ko'rishingiz mumkin. Nur Texno Group kotyolari bu sifat borasida ancha yetakchi kotyollardan biri. Masofadan turib Wi-Fi tizimi orqali boshqarish imkoniyati va nam ko'mirlar yopishib qolmasligi uchun ichki nerjavika va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish imkoniyati ham bor. Mini kotyoldan boshlab eng yuqori darajadagi kotyollarimizga bemalol buyurtma berishingiz mumkin va ayni damda sotuvda tayyor kotyollarimiz ham mavjud. Nur Texno Group sizni qishni sovuqlardan nafaqat ishonchli, balki arzon himoyalaydi.